Shersizlikka, farzandsizlikka qachon davolanish kerak? Erkaklarda masalan farzandsizlikka o'zi 2 oila ham 12 oy farzand rejalashtirib, lekin farzand ko'rmagandan keyin o'sha davolanishi yoki diagnostika qilish boshlash kerak. Erkaklarda topshirilishi kerak bo'lgan eng birinchi tekshiruv bu urug' analizlari. Mayaklarni o'zi qilamiz. Mayaklarning hajmi kerak, mayaklardagi varikatsiyalik bor yoki yo'qligi kerak va kerak bo'lsa gormonal holati ko'riladi. Urug' foizlari past bo'ladigan bo'lsa, urug' foizlari har xil atamalar bilan aytiladi. Astenozospermiya, teratozospermiya, oligospermiya va eng og'ir holatlarda azospermiya. Ya'ni azospermiya urug' 0 bo'lishi. Urug' 0 bo'lishi bu doimiy vahimali, bu ekoga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatmalardan biri hisoblanadi va hozirgi zamonaviy meditsinada androloglar bizga boshqa umidlar bag'ishlab turishibdiki, azospermiya chiqqan bemorlarning har bittasi ham eko bilan emas, uni mayaklarni ochib ko'rilganda agar tirik urug'lar mayaklarda bo'ladigan bo'lsa, bizga xursand qilib turishadi. Biz mayagini ochib ko'rdik, urug'lar ko'p ekan, faqat kanal bek ekan. Kanallari qanaqadir kasalliklarning hisobiga, qanaqadir infeksion kasalliklarning hisobiga kanallar yo'nalishlari bekilib qolgan ekan, biz buni ochib qo'ydik deyishadi. Ma'lum bir muddatdan keyin kuzatsak, o'sha urug' foizlari paydo bo'lib qoladi. Tabiiy yo'l bilan bu odam albatta shu farzandli bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda urug' qidirishadi, urug' topilmaydi, eko qilish imkonsiz bo'ladi. Bunday bemorlarga afsuski peshonasiga mana shundan keyin bepushtlik, ya'ni farzandsizlik emas, bepushtlik degan tamg'a uriladi. Endi bu odam imkonsiz. Bunday holatlar bo'lmasligi uchun albatta biz eng muhim ishlardan bittasi bolalarni, yosh bolalarni, qizlarda ham, o'g'il bolalarda ham bir xil eng ko'p tepki degan kasallikni biz yoshlikda o'tkazib yuboramiz. Har xil xalqona metodlar bilan qilib tug'ilib yuboramiz. Ya'ni meditsina tilida aytganda bu parotit. Virusli kasallik bo'ladi, buni biz bee'tibor qoldiramiz yoki shunchaki yengil yalpilik bilan o'tkazib yuboramiz, bu keyinchalik asorat beradi. Bundan tashqari yosh bolalarni ko'proq bu infeksiya, ya'ni palaparich jinsiy hayot kechirish. Bu albatta bu kasalliklar ham har xil infeksion kasalliklarni olib keladi. Bu yaxshi emas. Ko'pchilik befarq qolib ketadi varikatsiyalik kasalligi. Varikatsiyalik kasalligi mayaklarda qon aylanishini buzib, mayaklarni qurib qolishiga deymiz. Xalq tilida aytsak, qurib qolishiga olib keladi. Bu ham yaxshi emas. Ko'p holatlardan bittasi ba'zi bir holatlarda ko'rilyapti, mayaklarda onkologik holatlar bo'lyapti. Mayaklarda onkologik holatlarning hisobiga urug' foizlari, urug' hosil bo'lishlari buzilib ketyapti. Yosh bolalarda juda ko'p holatlarda bo'ladi. Kriptarxizm degan kasalliklarni vaqtida davolamaslik, vaqtida e'tibor bermaslik, bu ham bepushtlikka sababchi bo'lib qolyapti. Ko'rib turamizki, juda ko'p bepushtlikka sababchi bo'ladigan kasalliklar bu yoshlikda o'tkaziladigan, bola hali o'zini aqlini tanlamagan holatda o'tkaziladigan kasalliklar. Bunda eng katta mas'uliyat bu ota-onaga yuklanadi. Oson narsa, borib turib, bitta o'zgarish bo'lyaptimi, normada bo'lmayotgan holatmi, bitta urologga, deski, ya'ni yosh bolalar urologga olib borib turib, bitta konsultatsiyasini olish bu elementar holat deb hisoblayman. Bu narsani bilmaslik mumkin emas. Va bunga e'tiborsizlik, faqatgina bu e'tiborsizlikning oqibatida kelib chiqqan holat deb hisoblayman. Shuning uchun eng birinchi savol, eng birinchi vaqt, agar bola ayoldir, qizdir, to'ydan oldin mukammal urologik tekshiruvdan o'tgan bo'lsa, 12 oy davomida qo'yib beriladi, bo'ldi. Farzand bo'lmasa 12 oydan keyin kuzatish boshlanadi, tekshiruv boshlanadi. Nima sababdan farzand bo'lmayapti? Nima sababdan, nima qarshiliklar bor, nima yo'l bor? Va bu narsalarni etapma-etap ko'rib bartaraf qilib boriladi. Biz ota-onalardan iltimos qilib qolardikki, bir bemorlar kelishadi-da, ota-onasi, ammasi, xolasi, qanaqadir qaynotasi kimdandir hattoki bosim berayotgan, shunaqa 3 oy bo'ldi uylandi, farzandi yo'q, 6 oy bo'ldi farzandi yo'q. Iltimos qilib qolamizki, bosim berish bu faqat sizlarning ziyoningizga ishlaydi. Bu yosh oila qanaqadir hayotda gonkada ketmayapti, poygada ketmayapti. Bu yerda asosiy maqsad bolalarning yaxshi, sog'lom farzandli bo'lishi. Bu psixologik berayotgan bosim bu hozir aytganimizdek faqat minusga ishlaydi. Naborot farzandsizlikka, ya'ni urug' foizlari yaxshi rivojlanmaslikka olib keladi va bu holatdan agarda vaqtida olib chiqilmaydigan bo'lsa, bu holat sistematik davom etadigan bo'lsa, bu holat ham
bepushtlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilib qolamizki, bosim berishni kamaytirish.